qora xotinni bolasi devordilar Hazrati Bilolga. Ey qora xotinni bolasi, onani Bilolning onasini qora ekanligi, Habash ekanligi bilan haqorat qildi. Onangni falon qiladigan yo'q. Ey qora xotinni bolasi. Kecha qullik paytida bundan 1005 battar so'kishlarni, xo'rliklarni ko'rgan Bilol mana shu birodarini shu gapini qabul qila olmadi, chunki u iymonga ega bo'lgan edi. Islom diniga kirgan edi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning atroflarida islom tarbiyasini topayotgan inson edi. Shu birodarini ey qora xotinni bolasi degan so'zlarni hazm qila olmadi, yuta olmadi. Kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shikoyat qildi. Ey Allohning rasuli, meni birodarim Abu Zar meni onamdan so'kdi, onamni haqorat qildi, qora xotinni bolasisan dedi. Deganlarda Abu Zarni chaqiringlar dedi. Kelinglar. Ey Abu Zar, Bilolning gapi rostmi? Sen buni onasidan so'kding.